Kim bor? Assalomu alaykum ahli gruppa. Hop, bugun 4-noyabr seshanba. Havo juda sovuq, shamol bo'yapti. Hozir ertalabda ishni boshladik mana. Hozir apparatlar jimjitlikda bitta video qo'ydim. Xo'p, so'raganlar bor ekan internetda, Instagram, YouTube'da yozganlar bor. Xo'p, nima narsalar chiqadi? Oqsim chiqadi mana bizda zavodda. Oqsim 1 2 3 4 5 razmerlarda. Xo'p, keyin bunaqa stoka simlar chiqadi mana. Mana. Stoka simlar. Stokali bog'larga stoka qo'yadigan betonlar ichiga tashlangan simlar endi. Keyin mana bunaqa beton steshka, monolit, shunaqa narsalarga oyoqdagi steshkalarga, monolitlarga tashlangan setkalar bular. Ularda ham har xili bor, turi ko'p. Mana bu ham shundan, bu ham shundan. O donasi mana bittasi 1 ga 3 metr, bu kichkina 3 kvadrat. Bunisi kattaroq. Xo'p, yana nima? Ha, yana mana devorda g'isht orasiga qo'yilgan setka bu. Setka, buni ham turi ko'p, simi ingichka, uzun, yo'g'on, kattaga katta, kichkina turi ko'p. Hammasini assortimenti ko'p juda ham. Mana bu ham kattaga kichkina, buni ham beton orasiga tashlaydigan, simi ingichkaroq, kattaga ko'p. Xo'p, yana nima bor bu yerda hozir? Ular bitta shetozdan hali do'kondorlar kelsa juda ko'p narsa olib ketsa bo'ladi. Xo'p, mana to'qima setka bor mana. Rabitsa deydimi, to'qima deydimi, shunaqa xullas. To'g'ri setka deydigan kimdir. Bog' o'ragani, toklar o'ragani, panjara sifatida foydalansa ham bo'ladi. Stadionlarda o'rashadi ko'proq. Buni ham turi ko'p. Katta, kichik, bo'yi baland, past, har xili bor. Xo'p, keyin yana bu qatorda mana Evrozaborlar bor. Bor mana shu pachkada bordir, bir 500 ta bor mana pachkada. 500 ta. Bunaqa pachkadan seroq mana. Bo'pti. Rangi har xil ranglarda bor mana. Mana endi siz bo'yi pakarroq. Bular mana bu ichkarida mana bular enliroq, bular enliroq. Bu pachkada seroq. Turiga bor mana. Mana bu ham bor. 500 tadan hisoblab ko'ring, necha mingta borligini endi taxmin. Juda ko'p. Ba'da uji upakovka qilinganlari bor mana. Hammasi Evrazavor bu tomon. Mana bitlarda ham. Mana. Buni ham Evrazavorda ham sami ingichka, qalin, katagiga ko'p, kalta, bo'yi baland, pastiga qarab narxlari o'zgarib ketaveradi. Ko'pchilik narxini so'rayapti. Endi hozir mana bunaqa konsimlar ham bor. Mana. Xo'p, bale, chegarasi konsimlar. Bog'ladi o'ragani, yo devorlar tevasiga tortib qo'ygan. Ular juda ko'p narsa bor. Naryoqlarda qush setkalari bor. Chetda qush setkani ranglisi ham bor edi. Tugatib keling. Shunaqa. Ular ko'pchilik narxini so'rayotgan. Endi narxini har xilda 100 mingdan 500 minggacha har xil setkalar, 10 mingdan 100 minggacha bu setkalar. Narxini desam kimdir, bugungi narx ertaga to'g'ri kelmaydi. Bugun masalan 10 minglik narsa ertaga 9 ming bo'lib qolishi mumkin yoki ertaga 11 ming bo'lib qolishi mumkin. Buni siz tushunasiz. Lekin ko'pchilik tushunmaydi. YouTube'ga kirib olib, videoda ko'rib, ha, narx bu yerda bunaqa ekan, qimmat ekan, bu yerda qimmat joy ekan deyishi mumkin. Shuning uchun narx aytilmaydi. Telefon nomerlari qog'ozlarda ma'lumotlar bor. Shuni telefon qilib, agar nechta bunaqa narsa etgan, bunaqa. Bir oydan keyin telefon qilsangiz boshqa narx bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoga ko'p narxlarni aytganim yo'q. O'sha telefon nomerlari bor. Telefon qilib kimga kerak bo'lsa, bunaqa setka kerak, nech pul bo'yapti, bunaqa bo'yapti deb bilsa bo'ladi. Ko'pchilik tushunmaydi-da, YouTube'dan qidiradi, ko'radi-da. Bir oydan keyin ko'radi shu videoda narxini aytib qo'yaman. Bir oydan keyin ko'radi, ha, bu yerda arzon-ku, bu yerda arzon-ku, bu qimmat joy ekan deb o'ylash mumkin. Lekin bir oydan keyin bitta ham arzon bo'ladi. Lekin bu narx o'zgarganini tushunmaydi ko'pchilik. Shuning uchun kommentariyada juda ko'p odam yozibdi, narxini aytmabsiz, bu narxsiz bir tiyin bu narsalar, videolar deyishibdi ko'pchilik. Narx o'zgaradigan narsa bo'lgani uchun, hali dollarga mahsulotda xomashyo dollarga keladi, boshqaga keladi. Narx o'zgarib turadi, arzonlashadi, qimmatlashadi. Shu telefon nomer qoldiraman, shunda telefon qilib bilish muammo emas-ku. Yo masalan Telegram gruppa bor, shunda o'sha Telegram gruppaga ham yozsa, narxlarni havola chiqarib berishadi. Muammoli narsa emas bu. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Yana qanaqa narsani, yana nima kerak bo'lsa, o'sha kommentariyada qoldirasizlar, men umid qilaman. Biz ham endi ishni boshladik, ishda. Sog' bo'ling.